Nima qilyapsan? Tuxum pishiryapman. Nima qilasan uy safida undan ko'ra dastavkaga yoki restoranga borib yeymiz. Bu qahrmi yo mehrmi? Dadasi, Bori asab buzilib turibdi o'zi. tinchlikmi? Asab buzilyapti, ko'zga ko'rinmay turibdi. Gonang bilanmi borib bir Turkiyaga borib dam olib kelinglar. 10-15 kun ko'rinmay ko'zimga. O'zim ishlar yurishmay turibdi. Bor. Shunaqa tez ishlaringiz yurishmay tursin-da. Menga qara. Labbi. Men gapirgan paytim bo'yning ekin, mana qilasan. Qanday egaman? Mana, ana men ek. Boshim egib yur shunaqa. Dovushim tugul, endi boshimni ham ko'tarmayman. Endi nima qilaman? Nima qilyapsan? Divonni qirqib qo'ydim. Hozir tozalab qo'yaman. Hozirlab o'tirasan, bor qalbi nurdan bir yangi mebel olgin. Sifati ham zo'r. Turkiya xomashyolardan ishlatadi. Agar spanni ichilab qo'ygan bo'lsa, spanlar ham bor. Shkap-kaplargacha. Uyni ko'yga bo'lib to'lashga olsang ham bo'ladi. Aksiya ham bo'lyapti. Tezash, davay. Nima qilyapsan? Haligi dadasi uyda ozgina sharoit yo'q edi, shunga oyimlarni ko'rib kelay degandim. Yomon bir egaysan, o'zing o'ylaysan. Opangga ham ol bir 200 dollar. Akangga ol, ukangga ol. Olaman. Rahmat dadasi. Rahmat. Rahmat dadasi. Rahmat dadasi, rahmat. Nima bo'lyapti? Dadasi, tushimda siz через churshidri bo'lib ketibsiz. Newtonning yangi qonuni. Bunaqa yerlar faqat tushda bo'ladi.